Assalamualaikum hörmətli qarindoshlar. Sharq Turkiston Surgundi hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısına görüşənlərni qızğın qarşı alırıq. Türkiyədə çıxıdığan Milli Gezitining 23 martda e'lon qilgan Xitoy tunji qatim Islom hamkorlik tashkilotining boshliqlar yig'iniga qatnashdi degan temadagi xabarda Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turk musulmonlarga asosiy shundaqla irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan Xitoy Islom hamkorlik tashkiloti yig'iniga qatnashdi. Yig'inga qatnashish uchun kelgan Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang oldingi kuni Islomobodda Pokiston Tashqi ishlar ministri Shah Mahmud Quraysh kutib oldi. Quraysh Wang bilan ko'rishganda Xitoy-Pokiston munosabati to'g'riliq foydali uchurlarni berdi. Yig'in jarayonida Quraysh Xitoyning islom hamkorlik yig'iniga qatnashganini maqtab, buning Xitoyning islom ummati bilan birga mengshish orzusiga doir ochiq uchur ekanligini o'ttirg'a qo'ydi dedi. Sharq Turkiston Surgundi hukumatı Twitter hisobida buningga inkos qaytirib, Türk musulmonlarga qarata irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan islom dushmani Xitoyning islom hamkorlik tashkilotining yig'iniga qatnashishiga ruxsat qilingan yerda Türklerning ana vatani Sharq Turkistonning vakillarining qatnashishiga ruxsat qilinmaydi. Islom hamkorlik tashkiloti islomning qimmat qarashi va prinsiplarini Xitoyga sotadi dedi. Yig'inda Turkiyaning tashqi ishlar ministri Mavlud Cavusho'g'li dunyoning to'rt bir tarafidagi musulmonlar duch kelayotgan masalalarni tilga olib, Xitoyda Uyg'ur turklari va boshqa musulmonlar diniy haqlari va kultural kimliklarini qo'g'dashda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Payg'ambarimiz musulmonlarning bir vujudga o'xshaydiganligini, biror yeri og'risa, boshqa yerlarning og'riydiganligini aytgan. İslam alimi turli dardlarga mubtala. Uyg'ur turklarining ahvolini ko'rmasga selish to'g'rimi? Musulmon davlatlar bu davlatlar bilan yaxshi munosabat o'rnatish orqali musulmonlarning ahvolini yaxshilashga tirishishi kerak. İslam hamkorlik tashkiloti musulmonlarning o'rtaq davolari uchun qurilgan. Ummat bo'lish sifatimiz bilan bir vujud bo'lsak, duch kelgan har qanday qiyinchilikni hal qila olamiz dedi. Mavlud Cavusho'g'li apandining Uyg'urlar duch kelayotgan masalani tilga olganligi, Islom hamkorlik tashkilotini bu masalani hal qilishga chaqirganligi uchun rahmat aytamiz. Ammo bu yerda shundoq bir haqiqat borki, Uyg'ur Xitoydagi musulmon millatlarning biri emas. Uyg'urlar Xitoy tarafidan ishg'ol qilingan Sharq Turkiston zaminining egalari. Uyg'urlar va boshqa turk xalqi duch kelgan irqiy qirg'inchilikning sababi dal mushu. Islom hamkorlik tashkiloti bu masalani hal qilishni o'ylasa, oldi bilan Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga yurgizayotgan bu vahshiylikni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilish bilan birga Uyg'ur va boshqa turk xalqining Sharq Turkiston zaminining egalari ekanligini, Sharq Turkistonning Xitoy tajovuzchilari tomonidan qonunsiz ishg'ol qilinganligini e'tirof qilishi, xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga sunilgan Sharq Turkiston da'vosini qo'llashi kerak. Erkin Asiya radiosining 22 mart kunidagi xabariga qaraganda 10 yil ilgari Turkiyaning shu chog'dagi bosh ministri Recep Tayyip Erdo'g'an Urumchini ziyorat qilganda, uning bilan bir soat paranglashgan Uyg'ur ayol 20 yillik muddatli qamoq jazosiga uchragan. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an 2012-yili Urumchi Dönkövrikdagi cho'ng bozorni ziyorat qilganda, Türk vatandoshi Abdulatif Kucharning ayoli Maryam Ahmad bilan salomlashgandan keyin uni ishxonasiga chaqirib bir soat paranglashgan. Ondan keyin Xitoy amonlik xodimlari bir necha qatim Maryam Ahmadni so'roq qilgan. Maryam Ahmadning onasi og'rib vafot bo'lganda uning pasportini tortib olgan. 2017-yildagi keng ko'lamli qalaymaqon tutqun qilishda uni tutqun qilib chet ellik bilan to'y qilganligi va Turkiya rahbari Recep Tayyip Erdo'g'an bilan bir soat paranglashganligi uchun 20 yillik qamoq jazosi berib, Kuchadagi bir turmaga qamagan. Tutqun qilishdan ilgari yo'ldishini Turkiyaga qaytargan. Tutqun qilingandan keyin ayrim-ayrim holda 3 va 5 yoshlardagi 2 farzandini Urumchidagi davlatning yotoqliq maktabiga o'rinlashtirgan. 2019-yilga kelganda Xitoy Maryam Ahmadning yo'ldishi Abdulatif Kucharning Urumchini ziyorat qilishiga va bolalarini Turkiyaga olib ketishiga ruxsat qilgan. Hozir Abdulatif Kuchar bolalari bilan Turkiyada yashaydi ekan. Xalqaro kechirim tashkiloti 23 mart kuni, ya'ni bugun bayonot e'lon qilib, Saudiya Arabiston doiralari cho'qim 2 nafar Uyg'ur erni Xitoyga topshirib berish planini to'xtatishi kerak. Undoq bo'lmaganda Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarni rejimsizlarcha bostirayotgan Xitoyning qiynash xavfiga duchor bo'ladi dedi. 2020-yil 11-oydan boshlab Saudiya Arabistonda sababsiz tutib turilayotgan diniy olim Hamdullah Veli va uning do'sti Nur Muhammad Ro'zi oldingi hafta poytaxt Riyodga yo'tkalgan bo'lib, hozir Xitoyga majburiy qaytarilish xavfi ostida deb qaralmoqda. Xalqaro kechirim tashkiloti O'rta Sharq va Shimoliy Afrika rayonining muavin mudiri Lin Mao agar Xitoyga topshirilsa, jazo lagerlari yoki turmalarda xohlagancha tutib turilishi va qiyin qistoqqa elinishi mumkinligini aytib, xalqaro qonunga asosan agar ularning tunilgan jinoyati bo'lmasa, Xitoy qattiq qiyin qistoqqa elib zulm qilganlik uchun
Saudiya Arabiston hukumatining Hamdullah Veli va Nurmuhammad Ro'zini Xitoyga topshirib bermaslik majburiyati bor. Saudiya Arabiston doiralari ularni chegaradan qo'g'lab chiqarishdagi barliq planlarni to'xtatishi va darhol turmadan qo'yib berish kerak dedi. Bu ikki nafar Uyg'ur erning oila tavobatlari ularning jiddiydan Riyodga yo'tkalganligini, buning ularni Xitoyga topshirib berish ma'nosida keladiganligini, xalqaro kechirim tashkilotidan yordam so'raydiganligini aytgan. Bu ikki nafar Uyg'ur kishi 2020 yili 11 oyning 20 kunidan boshlab tutib ketilgan. Xalqaro kechirim tashkiloti 2021 yili 6 oyda Xitoyning Sharq Turkistonda millionlagan Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarini tutqun qilib, irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligiga aloqador bir doklad tayyorlab, xalqaro tashviqot faoliyatini qanot yaydirib, jazo lagerlarini taqashni talab qilgan. Növbətdə tutub turilayotganlarning ba'zilariga 70 parchadan ortiq tafsiliy delo turg'izilgan. 2021 yili 9 oygacha dunyoning har qaysi joylaridan 300 mingdan ortiq imzo to'plangan bo'lib, atalmish Şinjandagi jazo lagerlari va turmalarda tutib turilayotganlarning hammasini qo'yib berishni talab qilgan. Men yashashim uchun mustaqil bir millatning avlodi bo'lishim kerak. Shuningdek, meningcha milliy mustaqillik hayotlik masalasi deydi Mustafa Kemal Atatürk. İnsan hayvani tuyg'uning bo'yinturuqida qolsa, mushu dunyodagi huzurini o'ylab yashaydi. İnsan bo'lgan ekan, bu bo'yinturuqdan qutulishi, izzat, hurmat, shon-sharafi bilan yashashi lozim. Bundaq hayotni faqat mustaqil bir davlatda yashay oladi. Mustaqil davlat bo'lmagan millat milliy kimligini, mavjudligini yo'qotadi. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qatim programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.